Yandexdan kelib ofisda maza qilib uxlab yotsam, chorvaga zakaz bo'lib qoldi. Ha bo'ldi, xo'p bo'ladi dedimda, operatorlarimizga telefon bo'lgan ekan, sразу o'zim borib kelishga qaror qildim. Pul o'lsin, pul o'lsin. Xullas kalam u bolani qo'yludan olib, qo'qonli bola ekan. Men o'yladim u bolani faqatgina aylanishga ketyapti deb o'ylagan ekanman. Aka, o'zi aylanishga ketyapsizmi desam, yo'q, aka, qo'qonli bolalar faqat pusoqa qiladi dedi. Xo'p bo'ladi, nima ish qilasiz o'zi? Qanaqa движение desam, aka, uydagilarda bizneslarni yurg'izaman. Beton zavodlarimiz bor. Chorvoqdan 3-4 ta dachalar qurayotgandik. Shunga betonlar vodiydan kelayotganda shunga boramiz, tushiramiz, sirazi qaytamiz dedi. Yo'q edimda, sirazi ketdim. Chorvoq shunaqangi chiroyli bo'lib ketibdi. Maza qilib aylanib, gaplashib, juda ham chiqishib zo'r ketdik. Aka, o'zingizmi ish qilasiz? Faqat taksichilikmi, blogerlik bilan ham shug'ullanasizmi? dedi. Ha, aka, blogerlik bilan ham shug'ullanaman. Taksi parklarim bor. Shu ko'rib turgan Apple rang mashinangizni bonusga qo'yganman deb shu arada shu narsani ham aytib o'tdi. U bola 15 yosh bo'lishiga qaramasdan shunaqangi uydagilarning ishlarini shunaqangi to'g'ri yurgizar ekan, o'zi ham juda ham iymonli va insofli bola ekan. Nech pul bo'lganini esa bitta like urib qo'ysanglar, oxirida aytib o'tsam kerak. Men borganimizdan keyin sirazi qaytamizmi deb o'ylab qo'ygan ekanman. Boshida kelishilgan narxdan ozgincha qimmat bo'lib qoldi. Menimcha boshida 500 ming so'mga gaplashuvdim, borganimdan keyin 2-3 soat kutib o'tirdim va qaytganimdan keyin narxni esa o'zingizlar taxmin qilib kommentariyada yozib boringlar. Agarda siz Chorvoqqa boradigan bo'lsangiz, nech pulga borardingiz, shuni ham kommentariyga yozib qoldiring. Borib kelishdi faqat.